Akalar, $5000 arzoniga Depal S09 Ultra pozitsiya nima deyapti akalar? Buni qaranglar. Ultra Plusdan 5 ta farqi bor va $5000 arzoniga. Farqlari: birinchisi, lidar funksiyasi bo'lmaydi, diskasi 20 bo'ladi va orqa oynalar zavodskiy qoraytirilmagan bo'ladi va 4-farqi rul abagrefi bo'lmaydi va ruli elektron emas, ruchnoy kirib chiqadi akalar. Qolgan sidina abagrev, abdov, sidina massajlari akalar, atamankalari va xolodilniklarni qaranglar. Bunda ham bor akalar. Boshqa mana bu tepadan 21 dyumli monitorlar, elektronik paroklar, pnevma podveskalar, hamma narsasi bir xil bo'ladi. Faqatgina 5 ta farq va $5000 arzoniga ultra pozitsiyasini 43500 dan xarid qilishingiz mumkin. Tezroq pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar va biz sizni kutib qolamiz avtosalonimizda.